Aziz hamşehriler, Allah'ın yo'lida menga yordam beringlar, yaxshi bo'lib ketay. Onamni yolg'iz boquvchisiman. Bismillah, alhamdulillah. Men 24 soatlik ehson ocha olmayman, lekin sizlarga ishonaman. G'ayratjon ukamiz Parkinson kasaliga uchragan, hazil ekan pul kerak emas. Miyasini operatsiya qilib, chip qo'ydirishimiz kerak. 30 ming dollar yig'ishimiz kerak. To'g'ri. 30 ming dollar yig'ish oson emas. Alloh uchun lekin oson. Bitta nafasda kelib qolishi mumkin. Shuning uchun siz 1000 so'mmi, 2000 so'mmi tashlayvering. O'sha siz tashagan 1000 so'm, 2000 so'm qiyomat kuni jannatga kirishingizga katta hujjat berib berishi mumkin. Ko'p mashinaliklar videoni qo'yib, o'zini karta raqamini qo'yib qo'yadi. Haqiqiy karta raqami Soipov G'ayratjon. Aziz hamşehriler, Allah'ın yo'lida menga yordam beringlar, yaxshi bo'lib ketay. Onamni yolg'iz boquvchisiman. Qiylanib ketdi onam ham. Siz qilgan ehsoningizni u dunyoda Allohimga aytib beraman. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Ahvol og'ir, ko'ryapsiz. Ehson qilishga imkoningiz yo'q. Shu videoni ko'proq do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Haqiqiy sababchi bo'lib qolasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.